Kimsiz? Bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlarini qidiryapman. Ha, mana ular. Ya? Bular avvalgi ko'rsatuvimizdan-ku. Mana ularning nikoh to'ylari. Kelin bolaning to'ydan keyingi go'zal hayoti. Nima uchun ular bugungi ko'rsatuvimizda ham qahramon bo'lishlari kerak? Chunki oradan 9 oy o'tdi. Başından koy başından. Akbar kim yok seni çakala. Koştumga. Ya koştu. Hormeli. Yangi mehmon mübarek yangi mehmon. Çıkamız da. Tekin joy bilan chiqmaymizlar. Çık. Anvar'ı kim çıktın? To'xta bo'ldi. Qani kelin, chaling. Qahramonlarimiz farzandli bo'lishibdi-da. Endi bunday baxtli ota-onalar uchun maslahat bermaslik gunohi azim menimcha. Nima deysiz? Albatta. Shoshmang. Omin qiling. Padaqa. Maslahatlarimiz ota-onalarga bo'lish kerak, lekin Olim aka. Olimxon aka. Ya. Assalomu alaykum. Anvar qul do'stim, Assalomu alaykum. Aka. Alaykum assalom. Qani bir peyla choy. Rahmat. Oldi. Aka. Ertaga ertalab chaqaloqning tug'ilgani munosabati bilan osh beryapman aka. Ha, ertaga ertalab asolan biznikiga chiqasiz oshga. Albatta chiqamiz. Kunduz kuni uyga kirib o'zingizni topa olmadim. Yo'q ekansiz. Shu kenayimlarga tayyorlab ketuvdim. Bu savz to'rarida ko'rinmovdingiz, o'zim xijolat tortib aka, shaxsan o'zingizga tayyorlagani chiqdim aka. Bexijolat-a bu yog'i. Bexijolat. Toychoq, yiroqqa. Bo'lmasa, Sizni sog'lig'ingizni o'yladim. O'zi belorig'i bo'lsangiz, bir qop sabzini ko'tarib qo'ysa nima qilasiz? Yo'qda. men uni aytmayapman. Savz to'rarga e'tot bo'ling. Savz to'rarga chiqadigan ahmoqni o'zi yo'q, xo'pmi? O'zi chiqib etmaganda ertalabki oshdan quruq olar ekanman de. Men bunaqa oshlarga umuman qarshiman. Nega? O'zingiz o'ylab ko'ring. Shuncha pulni bekordan bekorga sarflab nima zarri? Buni o'rniga bola boshidan deganlaridek, farzandingga bu narsa olib qo'y. Uy to'la erkaklar shunga aql etmaganiga hayronman. To'g'ri. Gapingizga qo'shilaman. Uy to'la xotin halaju bittasining ham foydasi yo'q. Tavba bilan nima qilish kerak hayronman. Hayron bo'lmang. Siz bilan biz mana shunday oilalarga o'zimizning foydali maslahatlarimizni berishimiz kerak. To'g'ri. Bo'lmasam boshladikmi? Boshladik. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum. Bizning maslahatimizga muhtoj birodarlar. Bugungi maslahatlarimiz tug'ruqxonalarda onalik baxtiga muyassar bo'layotgan ayollarga. Cho'xonalarimizda otalik unvonini olaman deb qo'rmay ziyofat berayotgan otalarimizga va ularning oilalariga bag'ishlanadi.
farzandli bo'lish oson emas. Ularga tarbiya berish bundan ham mushkul. Shunday ekan bizning maslahatimiz bir tiyin ham sarf qilmay orzularingizga yetishingizda ko'makdosh bo'ladigan umiddamiz. Shunday qilib siz farzandli bo'ldingiz. Bu degani sizning hayotingiz 180 gradusga burildi degani. Endi siz bolangizning nikoh to'yigacha har xil latta-putlardan yig'ib qo'ying. Yozib oling. 300 ta yapon ro'moli, 1,5 metr moskovskiy chitdan, yana taxmondagi ko'rpa tushaklari uchun 1 tonna paxta kerak bo'ladi. Ha, kammas. Xudolarning oldida sharmanda bo'lmang deyman-da. Xo'sh, yana Oho, nimalar deyapsiz o'zi? nima? To'g'risini aytyapman. Hech kim sizga noto'g'ri deyotgani yo'q. Bu maslahatimizni keyingi ko'rsatuvimizga olib qo'ying. Hozir eng asosiysidan boshlang. Bundan ham asosiyroq narsa bormi axir? Birinchi bo'lib farzandingizni uyli joyli qilishni o'ylang. Ha? Ota-ona farzandini vatanli qilishni o'ylash kerak. Boya qo'shnimizni oshiga aytmaganingiz uchun sizdan minnatdorman. Rahmat. Arzimaydi. O'zim ham chiqmasdim. Bu oilaga maslahatim osh-boshni yig'ishtiring. Undan ko'ra farzandingizga imorat quring. Nimalar deyapsiz? Qaysi puliga quradi? Oshni puliga. Qolaversa, uni qo'shni, qarindosh, urug', do'st birodarlar qarab turishmas. Bundan chiqdi ertaga ertalab osharga emas, hasharga ekanda. Hada. Choydan qo'ying. Xo'p bo'ladi. Voy, ularning uxlashini qara. Bizga o'xshab uxlay tursin. Jonivar, a? Oilada to'ng'ich o'g'il hammaga o'rnak bo'lish kerak. Qarang, hasharga ham birinchi bo'lib oilasi bilan o'zi kelyapti. Yashang aka. Yur yoqqa tez. Yurmanmi u? Hozir men ketaman. Hozir. Voy. Hozir dedim-ku. Hozir. Men ketaman. Ay, bo'la qoling. Voy, hozir. Voy, mana. Hozir. Voy, qilmasini uxlab qolma. Hozir. Voy, oshqoningiz keling, o'xsana. Uxlab qolma, uzr. Mullingizni bilasiz. Voy, uzr. Kel. Anvar! Ay, tavba-ey. Kecha uxlashadi. Hey! To'yotmasdan namchi voqma, aka. Hali yotibsanmi? Bu yotishing bo'lsa ikki dunyo yerib bermaysan sen. Hozir baqirmang. Bularga hech gap kor qilmadi Hamad. Odam bo'lmaydi bular. Necha marta gapirdim. Ey! Alloqal bu loyga suv qo'yib qo'ysalaring bo'lasanmi, ha? Toqla. Ichi bo'lib bo'lmasam. Opchalayni. Nima qilaydi? Ho'kiz. Ishmol. Voy bu. Namuncha qo'pol bo'lmasa? Hech qanaqa qo'pol emas. Tag'in ham ko'ngilchan inson ekan. Meni ukalarim bunaqangi uyquchi bo'lganda, yo urib, yo bo'g'ib o'ldirib qo'ygan bo'lardim. Hali zamon hasharga yetilgan og'aynilarimiz kelib qolishadi. Anvar! Voy Anvar! Hali ham uxlayapsanmi og'ayni? Ana, kuyov jo'rangiz ham xotini bilan kelib qoldi. Voy, shu bola juda zo'r bola ekanda. Kuyov jo'ra bo'lganman deb yerdayib yurgan yo'q. Hasharga ham birinchi bo'lib, buning ustiga xotinini ham olibdi. Bir narsaga yarab qolishi mumkin-da.
Ben to'g'ram bermaysanmi? Ber. Ilovani bu. Somsa qilib Qani, yuribman. yaxshi. Hasharga kelamiz biz ham. Biz ham shu mana ko'tarib yubordim mashinani. Tom yopish kerak. Mana bizda bormiz, yaxshi qilibsan. Mana hasharga kelma o'rtoq. Boplab tashlaymiz bu yog'ini. Men bu ishim. Hop, formula zo'ru. Bilasan-ku. Men bu qolib ketdi, baqi. Bitta marta qarab qo'yma o'rtoq. O'zim ishlamasam mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani kelib o'tiring. Azamat, O'tiring, o'tiring. Yo mayli. Men bu ishimni ishlang. Men bu ko'ynay mana. O'zimniki bo'laveradi aka. O'zi kir bo'ladi. Bo'ldi, chapga. Mana yetib keldi. Pastga o'ngir. Qani keling ha. Qani ilohim, omin dedi. Ana uni yumshoq, sen yumshat, mana buni yaxshilab yumshat. Buni mana bilan aralashtir. Bu yoqqa keling ha. Chayroq, qo'y. Ha, sol yaxshi. Yani boshlarlaring maynochilikni o'tmay qol. Ey eshak. Yana bitta kekamaydik. Voy menam xudoga shukr o'lmay qoldim. Yesh mol. To'da, kecha yo'q. O'zi. Boshqa gap, chaq bu yoqqa, chaq. Vira, qarash. Xormaylar. Loyin eshitidan uzatding, ikkitadanmi, bittadanmi? Voy, bittadan. Tushir. Mayna. Hozir. Voy, ishinglar boshinglarda qolsin. Hozir dedim-ku. Ish qizg'in paytda bolaga qarab o'tirishiga balo bormi? Ular ham bekor o'tirishmagandir. Ularning o'z vazifalari bordir. Undoq bo'lsa, o'zingiz chiqib qarang bu yerda aqllilik qilmasdan. Voy? Sizchi, shohiz bormi? Erkak kishi bo'lib bundoq hasharga chiqay demaysiz. O'ylab gapiryapsizmi? San chiqsam maslahat kim beradi? Hozir qo'shnimizga maslahat emas, yordam kerak. Qarang, mahalla-ku yordam bo'lsin deb nimalar qilishmayapti. Men bilan yaxshilab aralashtirib keling, yaxshimisiz sonlar? Qoyil, yaxshi qilib keltiring somonini. Qoyil, qani, baqqa. Kel. Somonam zab zo'ridan olib kelibsizlar. Qani, ol, chetidan ol. Ko'tar. Sekin olib kel. Mashina qo'y. Yaxshi. Soling. Ayamasdan soling, ayamasdan. Rahmat sizlarga. Nima bo'ldi? Solish kerak, xo'sh. Mayli, ko'tar. Somon tursin, amaki. Ko'tar. Bo'pti, mayli. Yaxshi. Rahmat. Menga qarang. Namchidangiz ko'taring. Olib kelib yoqqa. Qo'ymayman unda. Mana aka, bo'shili. Mana senga to'la chelik. Voy, belar. Siz qilinglar. O baqalo. Men o'tiribsan, turishlar. Tur. Mani o'tirishim pul. Nima? Tur pasanga yetayman. Yaxshi bo'laygan. Otasi o'zi. Yaxshi, zo'r bo'laygan. O'zim ishlayman, bo'ldi. Gap yo'q, qarab tursam bo'ladi. Yana uni qara. Bo'g'irsoqni. Otib tashlaymiz. Tur. Olsin. Aymasin sanam. Hozir. Jonim, iltimos, qarab turing. Hozir kelaman. Qarab turing, siz qarasiz. Hozir. Senchi sanam. Oling, mana buni oling. Endi Anvarqul mana shu kamini ko'ponni ko'rasiz endi mayli. Ozgina yordam bo'lsin. Mayli, hop. Omon bo'ling. Mayli, eson-omon imoratlarni ko'tarib oling, hop.
oilalarimizda tarbiya masalasi juda oqsayapti-da. Bilasizmi? Statistika ma'lumotlariga qaraganda, har bir xonadonda agar bittadan bola oqsayotgan bo'lsa, dunyo miqyosida 1 yildan keyin 90% aholi cho'loqqa aylanar ekan. Axir bola yosh, o'ynagisi kelyapti. Bu bolakay, kattalar ham zerikib ketishdi-yu. Harov shunga ham problem qilmang. Problem? Yes, problem. Yaxshi. No problem. Laymatdan tezroq yo'llaring, o'zi kech qolmas alladi. Mana bor. Ana Xudolar ham keldi, mashinasi keldi, olasi bo'lib tezroq. Yaxshilab chalgin shuningmi? Yaxshidan sen nima olasan? Ham bo'laqa. Hormaylar, mora bo'lsin, hormaylar. Chiqinglar, baraka topkunlar, to'y bo'ladi. To'y bo'ladi. Biz 5 to'yga keluvdik. O'ta 5 bo'layotgan. Nima aka? Bo'ta qashar bo'lyapti, qashar. Keling, Daraxt chiqmirlamasa shamol ham bo'lmaydi deganlari-da. Karnaychi kelmasa to'yingiz ham bo'lmaydi. Shu o'rinda ayrim san'atkorlarimizga ham beradigan maslahatlarimiz bor edi. Odam yig'ilgan hamma joyga ham boshingizni suqavermang. Azaga duch kelib qolishingiz mumkin. Yarim kechasi nimani kovshanib o'tiribsiz? Va emas. Och qozon ko'shayapti. Qorni to'sa chiqib ketdi-yu. Ovqat bersangiz bo'lmaydimi? Hasharchiga hurmat shumi? Ovqatni mehnat qilgan yesin, siz emas. Tortsen-chi. Oyog'ingiz o'zingiz Qaqarib olsa. Tort. Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, ajal bo'ldi. Yomon og'ribyaptimi? Yaxshi og'ribyapti. Men tapchkangizni yuvib qo'ydim. Oling, kiyib olib qoling. Mana bittasini olib qo'y. Kiyib olib qoling uni ham. Nima endi 7 yil bo'lmasdan yirtilish kerakmi? O'day tursan, bor yo'qol. Namuncha? Voy xotin. Ha? Yaxki. Namuncha chaqiraverasiz? Hasharchilaringizga u borib kelaymi? Albatta olib kelasan. Nima hasharchilarni och qo'yish kerakmi? Bu narsa olib oldingmi o'zi? Mana sumka bor. Shu ham sumka bo'ldimi? Ichida mana setka bor. Bunga nima sig'adi? Shu ham setkami? Mana setka degan mana bunaqa bo'ladi. Voy bu, buni qanaqa ko'taraman? Ko'tarasan hech narsa qilmaydi, bor. Voy tavba. Oh. Ey, ishlaysanlarmi? Ya voy keldi. Qollar chalayna. La 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 la. Hey, hasharchilar keldi. To'laylar hasharchilar. Hormaylar. Ya, assalomu alaykum. Hormaylar yigitlar. Tushmaysanmi tez baraka? Abdumani nima qilib turibsan? Assalomu alaykum akaxon. Siz? Rahmat. Rahmat akaxon. Olimpiyani ham charchamayapsizlarmi? Rahmat. Ehtiyot bo'ling. Yuqoriga chiqing, yuqoriga. Rahmat. Okay. Olimpiyani ham Qahramonimizning rahbari ham kelib qoldi. Yeyishga bo'lsa hech narsa yo'q. Sharmanda bo'ldik. Hechanda axborotingiz uchun bu odam hasharga kelgan choyxonaga emas. Darrov qo'liga ketmon berib loyga qo'yish kerak. Nima deyapsiz? Axir rahbar odam-a? Topladinglar, mayli, qo'y. Shu ham sharmanda qildi-ya. Voy, bir pasam qarab turmabdilar-ya. Voy, uxlay qolsang-chi, sen ham ha deb yig'layverasanmi? Voy, yotchin. Amaki, amaki. Tursangiz-chi? Hozir. Poplayman siz.
Nima qilyapsan bu yerda? Bor ishingni qil. O'zini yotishini qara. Voy, nima bo'pti? Ketib varshi. Voy, hozir kelaman. Voy, nima bu? Mana haqiqiy sharmanda bo'ldi desa bo'ladi. Falonchi nimadan o'libdi desa, falonchinikiga hasharga kelib, bechorani to'q urib o'libdi degan gap bo'ladi. Uy egasiga tamg'a bo'ldi. Chatoq bo'ldi-da. Vahima qilavermang. Hali tirigu. Ko'rmayapsizmi? Nima bo'lyapti? Ko'rmaymiz. Ko'rish kerak. Yipir, boshqa eshitdik. Yurishmayapti. Ana, o'lgan. Bo'lmasa yelkaga ortib ketishmasdi. Hashar qilib ortib olishgan. Tushundingizmi? Hashar degani faqat imorat qurish degan gap emas-ku. Voy, o'zi ham o'likka o'xshab yotibdi-da, qarang. Qo'rqmang. Qishloq yigitlariga balo ham urmaydi. Jonim mingta bo'ladi ular. Voy, unda ana ular nima qilishyapti uni? Qadimdan qolgan naql bor. To'q urgan odamni yerga ko'mish kerak. Birpasda o'ziga keladi, tushundingizmi? Tushunmadim. Qadimda elektr toki bo'lmagan-ku. Yaxshi o'tiribsizlar, metroga qanday boradi? Metroga. To'g'ri bilan. Bos ketdi. Esbargacha. Tiyimiz. Ay, olsun. Ay, olsun. Oy. Uchidan ko'tar buni. Hozir qilamiz. Kuymay, qo'lingiz kuymasin. Bolali. Ama ki olmadan bozuyoruz. Olmadan bozuyoruz. Xulisami yo'qmi? Qanaqa bo'lasan? Taming bormi? Shunaqa terrorchidan bo'ladi. O'ti. Chaqalib ketadi. Shang'ilama, tomog'ingni bo'g'ib qo'yaman. Voy, onan Ish hali bu ish hali boring. Sog'liqlaringiz, xudoga shukr. Katta bo'ldingizmi? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamang. Voy, alaykum assalom. Voy, rostdan katta bo'lib qopti-ya. Voy, qoch. Hasharchilarga bu qoch. Bor o'sha yo'qsin. Qo'ysangiz-chi? Oling, yeb o'tiring siz. Xo'p, rahmat. Mana. Alloh taolo bandalariga aql farosat ulashayotgan bir paytda ba'zi bir ayollarimiz gap bilan bo'lib kechga qolishgan ekan. Oqibatda ularning erlari ajallaridan 5 kun burun o'lgandan keyin xaloyiq ularga oltindan haykal qura boshlashibdi. Haligi haykallar shunchalik ko'payib ketibdiki, Yolg'on ham ev bilanda. Xo'sh, qani o'sha haykallaringiz? boyagi beva ayollar haykallarni buzib, eritib, o'zlariga taqinchoqlar yasatib olishgan ekan. Ovqat yeyishni bilasiz. U bilan nima demoqchisiz, a? Hech narsa. Mana buni ham olib qo'ying. Hasharchilaringizga berasiz. Shunaqa. Ayol kishi bamisoli eshak. O'zi harom-u, kuchi halol. Bizni hech narsani tushunmaydi deb ustimizdan kulaverasiz. Mana shu ikkala ovsinga osonmi? Ana yotishda qarang. Tunkadek qaynisinglisini dastidan ado bo'lishyapti-ku. Mundoq qarabizga sovchi ham yo'lamaydi. Voy, men qo'rqasiz. Shundan bir alam moli keling. Yursiz-chi, qo'rqasiz. Yuring, sekin. Yuring. Bu yoqqa keling. Qachon qarsa bizlarni nima qilib qiynagan. Yuring.
Bu yoqqa keling. Ana qarang, qarang. Yo'q, voy ana shunday voy. Yo'q, sol ochib baqiragan. Sol. Buloqqa tezroq. Hali uyg'onib qolsin, kunini ko'rsatadi bo'laringizni. Qarang, shunda alamimni olmasanchi? Qo'ying. Qo'ying, qo'liga qo'yasiz. O'ldirib qo'yasiz-ku. O'ldirsa ham kamuni. Jim turib aralashmang. Kuyov bola tezroq tashqariga chiqing, xotiningiz odam o'ldiryapti. Voy. Voy xudo. Mana bizdan qiynaganing. Hey, orqaga qarasanglar bo'lmaydimi? Voy, aytdim sizga o'zi qochishga yuring. Qochishga to'g'ri. Qochish o'tiringlar. He, menga qarang. Siz bunaqa ahmoqona maslahatlaringiz bilan tomoshabinlarimizni uylarda urush janjal chiqarishingizga men yo'l qo'ymayman. Tushundingizmi? Men nima dedim? Axir o'zlari-ku. Boshni aylantirmang. Siz sol o'ldirib turganingizdan keyin bular nima qilsin? Ayb o'zligida. Urdisi uraveradimi? Endi bular ham haligi beva ayollarning toifasidan bo'lgandan keyin Iltimos, ayollarni haqorat qilmang. Haqorat qilganim yo'q. Bo'ldi, bas qiling. Ana qari qizingizga balo ham urgan yo'q. Qoyib o'tiribdi. Kene, nima chaki turib supurasiz? Tova. Seni qovni deb o'tirursiz-chi? Nima? Nima ishingiz bor qovni ishim bilan? Chi ko'ramiz. Nima? Hozir ko'rsatib qo'yaman sizga qanaqa supurishni. Hozir. Voy. Ha, qanaqa buralarga? Supurish. Hey, ovsin, qarang. Mana senga supurish qanaqa bo'ladi? Ko'rsatib qo'yaman hali senga. O'tirsangiz-chi, qo'y tomosha qilamiz. Battar bo'la. Endi chiqmasmi sen? Chiq, ha. Mana senga. Mana. Qo'la. Babi chiqmaysan. Mana asimizga. Popla. Ur solmay. Uryaptilar. Ur. Men qo'rqadi bo'lamay. Voy, to'xtasan. Hozir ko'rasan, yerda urishamiz. Ota bezib bermadi. Voy, biramman qilmayman.
siz o'zi hashari kelganmisiz? Ha? Ushlayapsiz supurgani. Voy, to'g'ri. Ertalab peshogalar yig'alaling. Kecha to'yda kalta yeb bizni. Voy, bu olib qochish. Qalagat. Yur. Onga yur. Etot bo'l, 1 2. Voy, to'g'ri. Baka, tort qo'limda. Olish endi. Hech o'rganingni qara. Hofiz. Qo'llaring. Turtma. Sal qol yiqilishimga. Ahvolni qanaqa shunday o'zi? Yetamiz aka, yetamiz. Shu yerda bizani hofiz bo'lish kerak. Hofiz? Akalar, bizani hofizni ko'rmadinglarmi? Qana hofiz. Shu Qana hofiz yo'q. Men shu yerda o'tiraman. To'y degan Qanday o'tirsan? tushing pastga. Ketan o'zini o'tib qo'ydinglar-ku. O'tir joyingga uka. O'tir. Hofiz mana. Mozanat kim ushida? Barigan mana hofiz. Qayta mana. Hofiz. Men shu yerda mana kelyapman mana. Qoyilman. Ichmadim. Ha, hofiz. Hozir aka. Beshi to'y emas bugun, qashar bugun. Hamma yurchi. Xo'p. Bering. O'tiring deng. Allohu akbar. Nima qilamiz endi? Ashula aytamizmi? Asharchiligi. Qara, to'pini ber to'pini. Ber ushlab turaman. Buyoqqa keling. Chiqing. Endi bizdan bo'lsa endi hofiza qani ikkalamiz bir chiqib qolamiz. Asoblarni asob bilan yetmaysanlarmi? Haqiqiy hofiz afspopsiz yetadi. Yashang usta. Aha. Ha, xudo xohlasa. Bu uyning tomi yo'q ekan do'stlar. Ustiga top qurgali keldi. Loydan alim boshlar tagiga loy surgali keldik. Voy hasharchilar ishlagali biz esa hormang deb turgali keldik. Hasharga keldik bizlar. Qozonni oching sizlar. Hasharga keldi demang. Hasharga keldik bizlar. Jaqala. 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 Keloy otinglar. Arqonni tez tortinglar. Loy tepaga chiqquncha Beshta qo'yinglar. chipira dalla. Jaqala. 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 Hoy singlimiz Oytavoq. Buncha solasiz qovoq. Yaqinroq keling bunda. Axir butun tom suv. Jaqala. Jaqala. Jaqala.
Amakkajon amakka. Dalla. Chekavermang tamaki. Xafa bo'lmang akajon. Dalla. Ishimiz sal xomaki. Dalla. Chaqala. 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 Menga qarang dadasi. Dalla. Sen quvvat bo'ldi hammasi. Dalla. Zo'rg'a qurgan uyimiz. Dalla. Ular kimlar chamasi? Dalla. Uhu. Chaqala. Hey. Chaqala. Hey. Chaqala. Uhu. Chaqala. Xafa bo'lmang opamiz. Dalla. Tomni bugun yopamiz. Dalla. Agar bu uy qulasa, Dalla. Boshqasini topamiz. chipira dalla. Chaqala. 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 Hasharga keldik. Osharga keldik. Yotarga keldik. Otarga keldik. Chaqala. Hasharga keldik. Osharga keldik. Hasharga keldik. Otarga keldik. Yotarga keldik. Otarga keldik. Olimjon! Olimjon! Voy, uxlab qolibsiz-ku. Turing, chaqirishyapti. Voy. Kim chaqiradi? Voy, unutdingizmi? Axir bugun hashar-ku. Bo'la qoling tezroq. Olimjon! Hozir. Tursangiz tezroq. Chiqib yo'lda bora qoling. Voy, nimalar deyapsiz? Ovozingizni eshitishdi-yu. Borib ishlash shart emas. Rahbarlik tursangiz ham bo'laveradi. Bo'la qoling tezroq. Tura qolsang. Oybek. Tur Oybek, tur. Tura qolsang tezroq. Nonushta qilmadik-ku. Nonushtani nima qilasiz? O'sha ovqatlanaverasiz. Ekonom tomonni o'ylasangizchi. Tura qolsang tezroq. Hasharchilar tekinga boqishadi-a? Ha, bo'la qoling. Tur Oybek. Yur. Hamma narsalarni oldingmi napatkalarni? Uxlatmadik vada. Keyin uxlayverasan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshilar, sog'lik, yaxshilar, charchamasdan. Ba'dan vaqot. Qilasizlar endi. Hay, yashaylar. Ha, mulla olim, formula boshqacha qayoqqa otlanib oldingiz? Hay, Bunaqa formula. o'g'ilchani olib bir hasharga chiqib kelaylik dedik. Ha, o'zinglar, bu yasan-tusan qilib olib yo'l bo'lsin. Anvar qulligida bugun oshagan, o'sha yoqqa ketib. Osh beryapti-yu katta qozonda. Chiqmaysizmi siz? Anvar qulligida bugun hashar-ku. Osh. Talon to'la. Bugun mahallada kimnikida hashar bor bilmaysizlarmi? Ya bugun hashar yo'q bugun. Shoshling. Ofta urib kelmas. Bulut bo'lgaysiz, doim bir xil yurmaysiz.
yo'q, gap yo'q. Siz bo'lsangiz ko'ngillar to'q, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Siz uchun kipriklar o'q, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Yigitlar sizga gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Uzaydisam g'unchani tikoni kirar qo'lga, bir zumga kech qolsangiz ko'z qarar yo'lga. Uzaydisam g'unchani tikoni kirar qo'lga, bir zumga kech qolsangiz ko'z qarar yo'lga. Gohi gap rasbol bo'lib, goh qor yog'ar qoshlardan, biz alamni olgaymiz yig'lab yoshlardan. Gohi gap rasbol bo'lib, goh qor yog'ar qoshlardan, biz alamni olgaymiz yig'lab yoshlardan. Sizni deb yuraklar cho'g', gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Siz bo'lsangiz ko'ngillar to'q, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Siz uchun kipriklar o'q, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Yigitlar sizga gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Sizni deb yuraklar cho'g', gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Siz bo'lsangiz ko'ngillar to'q, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Siz uchun kipriklar o'q, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Yigitlar sizga gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Yigitlar sizga gap yo'q, Gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q.